biznes etjekme imkoniyat yo'q, sharoit yo'q. Batut biznes etjekme, manga mesta yo'q qo'ymoqima deb, yani bahona dokuveradigan odamlar uchun maxsus video bu do'stlar. Agar haqiqatdan shu biznes etjek bo'lsangizlar, imkon topib o'zlaringiz yomg'ir yog'gan bo'lsa ham shu joylarni taxlab tayyorlashtirib batutlarni biznes etib boshlasangiz bo'ladi. Bizlar Qo'shko'pir tumaniga keldik. Har doim qo'ygan Qo'shko'pir aktiv do'stlar. Aynan batutlarimizni yetirdik. Hozir kichik biznes boshlash uchun harakatni boshlab berdilar. To'liq videolar bilan azlanishib o'tsa, like bosib obuna bo'lib turinglar. Batut biznesini plyuslari hamda minuslarini azizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, plyuslari shunday iborat. Biznes deb oson. Erinjak odamlar uchun biznes bu 22,5 million so'm 8.5lik balandligi 7 metr atrofidagi shu batutimizni Qo'shko'pir tumanida o'rnatib berdik. Faqatgina tok bo'lsa bo'ldi. Tokada hikoyasida ishlataverasiz. Plyus taraflaridan birishi bir narsangiz 2-3 yil davomida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yana bir plyus tarafi nechalim ul razmerdagi narsangiz o'zini pulini shunchalik tez topadi. Sezonida kunida 1-2 million so'm atrofida topib turgan bizning klientlarimiz ham mavjud. Yana bir plyus tarafi bo'lsa, Urganch Univermag'idan olsangiz akkalib o'rnatib, sizga foydalanishdan o'rgatib ketadilar. Endi minus tarafini aytib o'taman. Batut biznesini eng katta minusi bu sizda yo'qligi. Videoni bo'lsa shu nov biznes aytingda bilgan do'stlar albatta yarib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Urganch Univermag'ida kutib qolamiz.